Assalomu alaykum. Akalar, tuzimizlar, charchamayapsizlarmi? Juma ayyominglar muborak bo'lsin. Qarochi ertalabdan zo'r voqealar bo'lyapti-da. Qaranglar, men bitta narsaga tushunmayman-da, mana shu poraxo'rlarga Allohning o'zi insof bersin. Hammasi poraxo'rda bularni. Mana shu nechta застройщикка kadastrsiz domlarni men sotgan bo'lsam, hammasi Spatraxanov, hammasi почти bir 50% desam adashmayman. Yani hammasini ben noto'g'ri gapirib qo'ymay, ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi застройщикlar poraxo'rda. Ya'ni qanaqa poraxo'r? Misol uchun siz uy oldingiz, novostroykada, buni sotmoqchisiz. Chunki kadastr chiqmayapti. Na o'tda yasha olasiz, na bir remont qila olasiz, na bir sota olasiz. No sotmoqchisizda kelyapsiz, anaqaga sotuv ofisiga menga peraformleniya qilib ber. Men sotolmay, sotdim, klientim bor. Zakat olib bo'ldim. Deyapsizda, siz investorsiz, chunki investitsion do'g'ri bo'ladi-yu. Sotuv ofisidagilar bilasizlarmi nima deydi? Sizga soliq chiqadi deydi. Soliq chiqadi, o'sha pulni bankka borib to'lab keling deydi. Bankka borsa, u klient bankdagilar aytadi, qanaqa soliq? Bu shot fakturadagi to'lov raqami to'g'ridan-to'g'ri o'sha firmaning anaqasiga, balansiga tushadi deyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni porani ya'ni peraformleniya qilib berish o'zi u qo'pol qilib aytganda-chi, u ishmasda, shunda tayyor shablonni oladi-da, prosta o'zgartirib qo'yadi ismini. Oluvchini, ya'ni sotuvchi o'yindan chiqib ketadi, oluvchi yangi oluvchi kiradi. Bo'ldi. U hech qanaqa bir unga soliq belgilanmagan, davlat qonunchilik tomonidan, soliq qo'mitasi tomonidan bu narsaga hech qanaqa bir nima kiritilmagan. Soliq to'lansin deb. Kadastr bo'lganda u bor narsa 12% soliq to'lanadi. Lekin kadastr yo'q narsaga oddiy shartnomaga kaketa tak soliq to'lanishi mumkin. Xullas, bular qanaqa qiladi? Mashinasini qaraydi. Sizga qog'oz beradi, mana shu shot bo'yicha borib to'lab kelasiz deydi. Hech pul to'lash kerak desa, mana kecha shunaqa voqea bo'lyapti, 32 million soliq deyapti-da, bugun 15 million to'lattiryapti. U soliq, u qanaqa soliq? Avtomatik skidkasi bilan soliq to'lanadimi? Shunda men shunga tushunmayman. 15 million xullas to'lab kelyapti. Uni qarasa, firmani o'ziga tushiryapti, tushunasizlarmi? Ya'ni naqd ko'rinishda porani olmayapti-da, prosta tipi bankka to'lading o'san deyapti-da, lekin u vaholanki o'sha firmani застройщик shotiga tushyapti o'sha pora ham. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yaqinda bitta o'zimni yaqin sherigimni bilasizlar, Hasanni. O'sha Hasanni opachasimi, xullas qarindoshi, xullas birinchi etajdan uy olganlar. Bez remont uyi. Bez remont uyi olib remont qilaman. Santexnik keldi. Ochib beringlar, podvolni turbalarni ko'rish kerak desa, ana jekdagi xodim nima debdi? Prosta podvolni kelib ochib berishga 300 ming so'm bersang ochib beraman debdi. Qanchalik bu qanchalik noinsofli bo'lish kerak, men hech tushunmayapman. Bizning odamlarga nima bo'lyapti? Faqat pul. O ertaga nargi dunyoni ham o'ylaylar. Mana shunaqa iflos odamlarni deb insonlarning o'rtasida bir-biriga ishonchi yo'qolib ketyapti, bor-ku. Xullas, bilib qo'yinglar, bilmaganlar, agar sizlar novostroykadan kadastr uyingizni sotyapsizmi, do'p соглашение qilib berib, оформить qilib berishga обязан любой застройщик. Pul to'laysiz, mana bunaqa soliq chiqadi, u bo'lsa ishonmanglar, hech qaysi qonunchilikda yo'q bu narsa. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta ekranni qizartirib like bosib qo'yasizlar.